Animeshniklar, qanday anime ko'rishni bilmayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasam qanday psixologik anime ko'rishni bilmayotgan bo'lsangiz, mana bu top 7 psixologik animelar aynan siz uchun. Qulayroq joylashib oling, men boshladim. Monster animesi dunyo bo'yicha tan olingan top 1-o'rinda turadigan psixologik anime hisoblanadi. Uning IMDb'dagi reytingi 8.7, ya'ni bu juda ham zo'r degani, buni ko'rishga arziydigan anime hisoblanadi. Hozir anime nima haqida? Bir doktor bir telbanomuz bir bolani qutqarib qoladi va 19 yildan keyin bu bola doktorga rahmat aytib, qisqasi o'zingiz ko'ring bu animeni. Ko'rishni juda maslahat beraman. Men ko'rganman va sizga ham maslahat beraman. Evangelion animesi bu shedevr animelardan biri hisoblanadi. Buni sujetini tushunish shart emas. Undagi har bir kadrdan zavq olsangiz bo'ldi. Bu shunaqa animeki 90-yillarda chiqqan bo'lsa ham sizni etingizni jimirtirib yuboradigan darajada zo'r qilgan anime hisoblanadi. IMDb'da 8.5 olgan. Bu 8.5 degani bu siz ko'rishingiz kerak bo'lgan anime hisoblanadi. Sony Boy animesi esa, men to'g'risini aytsam buni ko'rmaganman, lekin sizga tavsiya beraman, chunki ko'pchilik menga tavsiya berdi. IMDb'da ham zo'r reyting qo'yishgan, 7.6 reyting. Pluto animesi men ko'rmagan bo'lsam-da, lekin mangasiga bir ko'zim tushgan. Juda ham zo'r anime. Bu psixologik animelarning top 5 taligida turadigan eng zo'r animelardan biri hisoblanadi. Buni zo'rligini bilish uchun IMDb'ga kirib, shunchaki ballini, ya'ni reytingini ko'rsak bo'ldi. Reyting 8.1. 8.1 degan anime bu siz ko'rishingiz shart bo'lgan animelardan biri hisoblanadi. Plutoni har bir epizodida siz o'zingizga kerak bo'ladigan yangi bir ilmlarni o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Kakeguri animesi, bilmadim, IMDb'da 7.1 olgan, lekin nega bunchalik kam olgan bilmadim. Men bu animeni ko'rib chiqqaman va sizga tavsiya bera olaman. Agarda siz psixologiyaga qiziqadigan bo'lsangiz, bu anime juda ham zo'r anime hisoblanadi. Qisqagina sujetni aytib o'tadigan bo'lsam, bir qiz bo'ladi, karta o'ynaydi, u kartada juda ham zo'r bo'ladi. U o'sha yangi maktabga o'tganida hamma u yerda qimorboz bo'ladi. U hatto ustozlarini ham kartada yutadigan qiz bo'ladi. Ko'rishni juda ham maslahat beraman. Miyangizni portlatib yuboradigan darajada zo'r anime. Psixopas animesini to'g'risini aytsam o'zim ko'rmaganman, lekin IMDb'ni aytishi bo'yicha bu zo'r psixologik animelardan biri hisoblanadi. IMDb'da 8.1 olgan. Bu animeni meni do'stim menga taklif berdi. Sizda ham ko'rishda maslahat beraman. Juda zo'r anime. Tamagotchi o'yini animesini biladigan haqiqiy animeshnik hisoblanadi. Nega desangiz, chunki undagi har bir epizodni siz xuddi solo levelingga o'xshab tez o'tib ketadi-da, 20 minutda o'tib ketganini bilmay ham qolasiz. Bu shunchalik zo'r animeki, boyagi Monster Evangelionga tenglasha oladigan darajadagi zo'r psixologik anime. Sujetni aytib qo'yishim mumkin, shuning uchun sujetni ayta olmayman. IMDb'da 7.6 olgan. IMDb'ga qaramang. 7.6 bu anime uchun juda kam. Ko'rsangiz o'zingiz 9 beradigan darajadagi zo'r anime hisoblanadi. Xo'p, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agarda videoda qanchalik xatolarni ko'rgan bo'lsangiz, iltimos kechiring meni. Bu meni ikkinchi videoyim. YouTube'ga zo'r video chiqara olmayapman o'zi. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling.